Barchaga salom. Yuqori ehtimolli bozor tahlilini boshlaymiz. Dollar indeksidan boshlaymiz. Bizda ayni damda tushuvchi trend va bu mana ma'lum bir 100 narxdan burilish hosil qildi va ayni damda tushuvchi trendni ko'ryapmiz. Va bu yerda hech qanday o'suvchi trend belgilarini ko'rmayapman ayni damda. Keyinchalik bu narsa o'zgarishi ham mumkin. Xo'p, endi bizni vazifamiz shu dollar indeksiga qarab boshqa valyutalarni taqqoslash va tahlil qilish. Asosan dollar yena juftligi indeks dollarga qarab o'xshab harakatlanadi. Lekin ayni damda o'suvchi trendni ko'rsatyapti. Ayni damda o'suvchi signalni beryapti. Bu ayni damda shunday, lekin ertaga dushanba kunidan bu vaziyat o'zgarishi mumkin, lekin hozirda o'suvchi signalni beryapti. Ya'ni narx o'sishi mumkin. Ko'ramiz. O'ssa ham, mabodo o'sgan taqdirda birinchi sel marra mana bu yer bo'ladi. Ya'ni 157.900. Yevro dollar. Bu yerda ayni damda o'suvchi trend. Chunki har bir maksimum va minimum yuqorida o'sib ketyapti. Maksimum yangiladi, minimum keyingi minimum yuqoriroq va bu o'syapti. Yaqindagi marramiz mana shu daraja. 165-70. Yuqori ehtimol bilan shu yergacha kelish kerak. Yaqin orada. Funt dollarda ham xuddi shunday tahlil, ya'ni o'suvchi trend. Va biz o'sishda davom etyapmiz. Hech qanday burilish belgilarini ko'rmayapman. Ayni damda. Yangi Zelandiya dollari va AQSh dollari. Bu yerda ham o'suvchi trend. Bu yerda hech qanday tushuvchi trend belgilarini ko'rmayapman. Ko'rganimizda o'suvchi trend. Bizning vazifamiz откатdan keyin, ya'ni qaytishdan keyin savdoga kirish va kichkina time frame'da. Bu yerda faqat hammasi dollar indeksiga bog'langan holda harakatlanyapti. Faqatgina yenadan tashqari. AQSh dollari va yena bu yerda sal tushunarsizroq men uchun va nafaqat men uchun, o'zi ham tushunarsiz. O'zi ham tushunmayapti desam to'g'riroq bo'ladi. Hozir bu yerda aslida bularga dollar indeksiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda ham tushishi kerak. Lekin bu yerda sal fletga kirib qoldi va o'sish pozitsiyada turibdi hali. Bu shu joydan o'sishi mumkin degan ehtimol bor. Agar bu narsa o'zgarmasa, agar mana bu oxirgi diapazonni buzib, ya'ni pastga tushib yopilsa, keyin selga indeks dollari bilan va boshqa paralarga o'xshab harakatlanish ehtimoli bor. Lekin ayni damda bu yerda hozircha
o'sish pozitsiyasida turibdi. Shuning uchun ehtiyot. Agar tushsa va qaytib retestga kelsa, ya'ni retest qilsa, biz selga kirishimiz mumkin. Shunaqa. Yoki mana bu pastki zonalardan, mana shu zonadan biz agar buzib pastda yopilmasa, pastki zonadan sotib olishimiz mumkin. AQSh dollari va Kanada dollari. Bu ham dollar indeksiga o'xshab tushuvchi trendda. Shundoq ko'rinib turibdi, lekin mana bu yerda e'tibor bersak, buni buzib pastda yopilmadi. Va dollar indeksi ham sell ko'rsatishiga qaraganda hali biz pastga ketamiz. Mana bu taxminan shu urovgacha, mana bu minimumgacha ketish ehtimoli bor. Shuning uchun bu yerga kirish sal xato, lekin ozgina atkat bo'lganda, ya'ni qaytganda kirish foydaliroq degan fikrdaman. Sotish uchun. Lekin aytib bo'lmaydi, shu yerdan tepaga ketishi ham mumkin. Shuning uchun yuqori ehtimol bilan deb asosan aytaman. Hech kim 100% bilmaydi qayerga ketishini. Biladi, men ham bilaman 100%, lekin u xohlagan payt menga qarshi ketishi mumkin. Shuning uchun keyinchalik 100% deb hisoblamaydi u narsa. Lekin ungacha 100% analiz to'g'ri qilgan bo'laman, lekin ular katta o'yinchilar buni ko'rib, masalan, ko'p xalq odamlar kirsa o'sha tomonga, men analiz qilgan tomonga, ular shuni nafaqat men, boshqa treyderlar ham to'g'ri analiz qilgan bo'ladi, lekin katta o'yinchilar buni ko'rib, ularni pulini olish uchun, ya'ni bizlarni pulimizni olish uchun ular qarshi harakatlanadi bizga. Avstraliya dollari va AQSh dollari. Bu yerda ko'rganingizdek bizda aniq bitta chiroyli daraja bor edi va bu tepaga buzib o'tdi va biz o'sishda davom etyapmiz. Ayni damda. Juda qiziq joyi, biz oltinni ko'ramiz. Oltinda buy, o'suvchi trend. Bu mana bu belgini qo'yganim shu yerdan biz xatti harakatini ko'ramiz va bu yerdan biz pastga ketishimiz mumkin. Yuqori ehtimol bilan. Pastga ketishimiz mumkin. Chunki ancha o'sganmiz. Shu joydan ko'ramiz. Agar buni buzib ham ketadigan bo'lsa, keyingi bizning manzilimiz mana shu maksimum bo'ladi. 4383. 4380 deylik. Mana shu yergacha biz kelishimiz mumkin. Buni bunday belgilab, mana bunaqa biz alert qo'ysak, уведомление bizga bu xabar beradi, shu yerga narx keldi deb.
va o'shanda biz ko'ramiz. Mana bu yerga ham man qo'yganman. Mana bu tunikcha bu o'sha joyga kelganda bizga xabar beradi. Telefonda keladi, kompyuterda bo'lsa ham kompyuterda ko'rinadi. Telefon yonimda bo'lsa telefonda. A aslida ikkalasiga ham keladi. Ovoz nima qiladi, как сообщениеga o'xshab keladi va kirib ko'rishi mumkin. Bitcoin'ni ko'radigan bo'lsak, ayni damda chiroyli tushuvchi trenddamiz va bu yaxshi imkoniyat investorlar uchun. Kichik treyderlar uchun farqi yo'q. Treyderlar kunora savdo qilaveradi, lekin uzoq muddatda Bitcoin'ni olib qo'ysa, riski kamroq. Xo'sh, biz tushuvchi trendda. Ayni damda hech qanday ya'ni o'suvchi trend alomatini ko'rmayapman. Ayni damda D1da xo'sh, bu yerda chiqyapti, o'syapti va mana bu oxirgi bizning diapazonimiz. Hozircha buni buzib pastga yopilsa va korreksiya qilsa, biz trend bo'ylab pastga ketishimiz mumkin. Lekin ayni damda biz o'syapmiz. Mana bu trend hali davom etmoqda. Hali tugagani yo'q. Bu balkim uzoq davom etishi mumkin, lekin bundan kattaroq time frame'ni ko'radigan bo'lsak, shunday ko'zga ma'lum tushyapmiz va biz qandaydir mana bu yerda impulsni уровеньga kelib qoldik va bu ham mana bu yerdan, shu joydan biz pastga ketishimiz ham ehtimoli yo'q emas. Hozircha bizning tahlilimiz shulardan iborat edi va qandaydir savollaringiz bo'lsa, takliflar bo'lsa, fikrlaringizni izohda qoldiring. Qo'ldan kelguncha yordam berishga va fikr almashishga harakat qilamiz. Kimnidir menga yordami tegishi mumkin, kimgadir mani yordamim tegishi mumkin. Chunki men bilmagan narsalar ham bor. Hali doim o'rganishda davom etish kerak. Umr beshigidan qabrgacha ilm izla degan. Shuning uchun bir-birimizga yordam bersak, hammaga manfaatli bo'ladi. Guruhga qo'shilishingiz mumkin. Telegram guruhiga, bu yerda muhokama qilib, eng yuqori ehtimolli tahlillarni o'zaro muhokama qilsak bo'ladi va savdo qilsak bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.